Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoyning lagerlardagi 90% tutqunni qo'yib berganligini isbotlashi talab qilinmoqda. Gollandiyadagi Urumchi Uyg'ur restorani buzg'unchilik qushirdi. Donald Trump Xitoy davomli Amerikani qaqti so'qti qilyotdi dedi. Chet elliklarga berilgan Turkiya vizasining muddati 10 yilga uzartirildi. Tövəndədikdən xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. New York vaqti gazeti xabarida 30-yil kuni atalmış Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shuhrat Zakir bilan Maun raisi Erkin Tonyaz Beyjingda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 90% yoki undan ko'p lagerda tutqun qilinganlarning qo'yib berilganligini bildirgan. Lekin qo'yib berilganlarning konkret sonining qancha kishi ekanligini tilga olmagan. Yig'inda atalmış tarbiyalash va kasbiy o'rganish markazlaridagi tutqunlarni o'quvchilar deb ta'riflagan Erkin Tonyaz navbatda ularning mutlaq ko'p qismining ishga o'rlashganligini ta'kidlab, 90% dan ortiq o'quvchi jamiyatga qaytdi yoki oilasiga qaytib kelib xo'shal yashmoqda degan. Lekin chet el taratqullarining bildirishicha, Shuhrat Zakir bilan Erkin Tonyazning lagerlarda zodi qanchalik kishining tutib turilayotganligi haqidagi savoliga javob berishni rad qilgan. Kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Shuhrat Zakir va Erkin Tonyazlarning so'zlariga faqat xalqaro mustaqil tekshirish guruhi Sharq Turkistonda tekshirish ilib berib, ularning so'zlarining rostligini isbotlagandilar ishonishga bo'ladi degan. Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo bo'limining direktori Sofiya Richardson Xitoyning Uyg'ur rayonidagi siyosiy va amaliy harakatlarda izchil samimiyatsiz bo'lib kelganligini bildirib, Xitoyning bu vaqtdagi so'zlarida orzu qilgudek ko'p bir narsa yo'qligini, Xitoy hukumati necha 10 yildan beri o'zining rayondagi siyosiy va amaliy harakatlarda bak samimiyatsizlik qilib kelganligini, shunga uning so'zining ishonchli ekanligini isbotlashning birdan-bir yo'li xalqaro tekshiruvchilarning rayonga kirib fuqarolar bilan so'zlashishi, xohlagan yerga erkin berishiga yo'l qo'yishi, ular bilan so'zlashgan kishilar besimga uchrashdan andish qilmasligi, tekshiruvchilar mustaqil xulosa chiqarish kerakligi, Xitoy hukumatining bayonotining ishonchli emasligi, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissari ve başkalarının bir yıldan beri rayonda tekshirish ilib berishini talab qilishining sababidir degan. Shuhrat Zakir bilan Erkin Tonyazning axborot yig'ini qilgan lagerlar haqidagi so'zining Xitoy taratqularida har xil berilishi chet el taratqularida ba'zi gumonlarni paydo qildi. Xitoy taratqullarining xabarlarida ular xato gap qilib qo'ygandek, ularning so'zini qaytarib oladigandek xohish bor ekan. Ba'zi taratqularda Shuhrat Zakirning 90% kishi jamiyatga qaytib keldi deganligi, yana ba'zi taratqularda bo'lsa uning qo'yib berilgan 90% kishi ishga o'rlashdi deganligini ta'kidlamoqda. Erkin Osiyo radiosi 30-yil xabarida Gollandiyaning Rotterdam shahridagi Urumchi Uyg'ur restorani noma'lum kishilar tomonidan vayron qilib etilgan. Gollandiyadagi aktiv siyosiy faoliyatchi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi madaniyat bo'limining mudiri, xalqaro kechirim tashkilotining a'zosi, Gollandiyaning Rotterdam shahridagi Urumchi Uyg'ur restoranining xo'jayini Zayniddin Tursun apandining bildirishicha, restoran tomoqxonasining tungi kechida noma'lum kishilar tomonidan yana bir qatim buzg'unchilik uchirganligini, buningda Xitoyning qo'li bor deb gumon qilayotganligini ilgari surgan. Zayniddin Tursun apandining bayon qilishicha, uning restoranining noma'lum kishilar tomonidan buzg'unchilik uchirishi tunji qatimli hodisa emas ekan. 2017-yilda bir qatim o'xshash voqea yuz bergan. Hatto uning mashinasining choqiga pichoq tiqib etgan. Oshxonadagi asboblarni o'g'irlab chiqib ketgan chog'lami bo'lgan ekan. Soqchilar Zayniddin Tursunning boshqa kishilar bilan adovat yo'qligini, Zayniddinning bu ishda chuqur Xitoyning qo'li bor deb qaraydiganligini bilgandan keyin, ular bu buzg'unchilik ishlariga Xitoylarning bevosita qo'l selish imkoni va jur'atining yo'qligini, yerlikdagi kishilarni yollab ishlatgan bo'lish ehtimoli borligini bildirgan. Soqchilar naq maydonni suratga video qilib, deloni mumkin qadar tez aniqlashga tirishadiganligini eskartgan. Zayniddin Tursunning ayoli Rahila xonim Zayniddinning uzun yillardan buyon Gollandiyada ilib olgan Xitoyga qarshi faoliyatlari, bo'libmi yaqinqi 2 yildan buyangi jazo lagerlariga qarshi aktiv faoliyatlarining Xitoyni beram qilganligini hamda Urumchi restoraniga hujum qilish orqali uni ogohlantirish, qo'rqitish, o'ch elish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini bayon qilgan. Ilgari Urumchi Uyg'ur restoranida xizmat qilgan Uyg'ur ziyolisi Abduveli Tursun, Farhad Obid qatorliqlar Xitoyning qora qo'lini chet ellarga qadar uzatayotganligini, fursat topsalar chet eldagi Uyg'ur siyosiy aktivlarga zarba berishga urinayotganligini, bu qatimki buzg'unchilikning shuning bir jumlasidan ekanligini ta'kidladi. Amerika bilan Xitoyning suhbati 30-yil kuni Shanxayda qaytadan boshlandi. Gerçi suhbatning qanday natija bilan oyoqlashadiganligi texnik noma'lum bo'lsa-mu, bu vaqtda Xitoy va Amerika hukumatlari o'xshash bo'lmagan darajada inkos qaytarmoqda. Xitoy Xinhua agentligi xabarlarida Amerika vakillari Richard Nixon apandining ziyoratidan ulgu elishi lozim deyish orqali 1972-yili Amerika prezidenti Richard Nixonning Shanxay shahrini ziyorat qilib, Xitoy bilan hamkorlik munosabati o'rnatish kelishimlariga imzo qo'yganligini ishora qildi. Ammo Amerika prezidenti Donald Trump Twitterga yo'llagan uchurda Xitoy bizni davomli aldayman deb xomxiyol qilyapti deb yozgan. Shuningdek, Xitoy tarafining har qachon suhbatning oxirgi bosqichiga borganda aloqador kelishim mazmunini o'z foydasiga bo'ysundirib tanishishga urinib kelayotganligini keskin tanqidlab, uningga misol qatorida Amerikaning yezigilik mahsulotlarini sotib olish sohasidagi qilmishlarini tilga olgan. Prezident Donald Trump o'zining Twitter uchurida Xitoy hukumatining 2020-yildagi prezidentlik saylamining natijasini kutib suhbatni qasddan so'zayotganligini,
Navada o'zi bu saylamda saylanmay qolsa, keyingi navbatlik yumshoqbosh Amerika prezidentini ko'ldirilib, o'tgan 30 yildagi o'xshash Amerikani davomli qaqsoqti qilishning qo'ydi bo'layotganligini bildirib, Trump o'zining saylamda yengib chiqqandan keyin Xitoyning duch keladiganini hozirgi so'z suhbatida muzokara qilinayotgandimi og'irroq zarba beradiganligini, kelgusida bu xildagi so'z suhbatini to'xtatadiganligini, yaqin kuchli ko'zirlarni o'ttirib tashlaydiganligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, yangi so'z suhbatiga Amerika moliya ministri Steven Mnuchin va Xitoyning muavin bosh ministri Liu He bevosita qatnashgan bo'lib, suhbatning natijasi mushabda aniq bo'ladi ekan. Chet elliklar va xalqaro qo'g'dash qonuni belgilamasining aloqador moddalariga o'zgartirish kirgizilib, Turkiyaga keladigan chet elliklarga o'z turishliq davlatlardagi yoki qonunliq turayotgan davlatlardagi Turkiya elchixonalari tomonidan beriladigan vizaning muddati 10 yilga chiqarilgan. Chet elliklar va xalqaro qo'g'dash qonuni belgilamasining aloqador moddalariga o'zgartirish kirgizilganligi haqidagi uqtirish rasmiy gazetining bugungi sonida e'lon qilinib, ijro qilinishga boshlangan ekan. Belgilamaning viza olish majburiyati va asoslarini tashkil qilgan bo'limiga kirgizilgan o'zgartirish orqali uningdan keyin Turkiyaga keladigan chet elliklarga o'zi turishliq davlatlardagi yoki qonunliq turayotgan davlatlardagi Turkiya elchixonalari tomonidan beriladigan vizaning muddati 10 yilga chiqarilib, vizalar berilgan kundan tortib 6 oy ichida ishlatilmasa, inovatlik salohiyatini yo'qotgan bo'ladi ekan. O'zgartirish oldidagi belgilamada bu muddat 5 yil ekan. Xabarlarimizda ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.